Xullas o'rtoqlar, ko'p kuzatganman, agar kimdir subsidiyaga ariza topshirsa, lekin subsidiya chiqmasa, ko'p hollarda tanqidiy fikr bildiradi. Ya'ni subsidiya faqat boylar uchun yoki tanish borlar uchun va hokazo. O'rtoqlar, ushbu videoda 2025-yil davomida davlat tomonidan fuqarolarga qancha miqdorda, necha milliard subsidiya to'lab berilganligi haqida ma'lumot beraman. Hamda video so'ngida subsidiyaga ariza topshirishdagi eng muhim ikkita mezonni aytib o'taman. Agar sizdagi sharoitlar ushbu mezonlarga to'g'ri kelsa, 95% holatlarda sizga subsidiya ajratiladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining xabar berishicha, 2025-yil 1-may holati bo'yicha, ya'ni 4 oy ichida 75 mingdan ortiq fuqaroga 551 milliard 600 million so'm subsidiya to'lab berildi. Bundan 5488 nafar fuqaroga uy-joy olishlari uchun boshlang'ich badal sifatida 164 milliard 400 million so'm, qolgan 70 mingga yaqin fuqaroga esa ipoteka kreditlari bo'yicha foiz to'lovlarini bir qismini qoplash, ya'ni 12% dan oshgan qismi uchun 387 milliard so'm pul to'lab berildi. Banklar ichida Xalq banki 10 mingdan ortiq, Biznesni rivojlantirish banki esa 12 mingdan ortiq, Milliy bank esa 17 mingdan ortiq eng ko'p subsidiya to'lovlarini ajratgan banklar bo'ldi. O'rtoqlar, xulosa qilamiz, subsidiyani o'zingiz uchun sodda qilib tushunib qo'ying. Ya'ni subsidiya ham bu bir kredit. Faqat bir qismini davlat sizga yordam sifatida beradi va bu yordamni siz qaytarishingiz shart emas, lekin qolgan qismini esa sizda qaytarish majburiyati bor. Ariza topshirishdagi eng muhim ikkita mezon esa nomingizda hech qanday mol-mulk bo'lmasligi hamda belgilangan miqdor doirasida rasmiy ish haqqiga ega bo'lishingiz kerak.